Opajonlar ayni yozgi kunlarida neobichniy fason qidirib, lekin hijobga mos bo'lib tursin degan opa-singillarimiz uchun standartniy, modniy, neobichniy rasvetkada asal shtapl ko'ylaklarimiz keldi. Ko'ylagimizni ko'rib olsangiz, kiysanglar, qo'g'irchoqqa aylantirib qo'yadigan asal shtapl ko'ylagimiz keldi. Katta o'rtoqjonlar, ushbu ko'ylaklarimizni rasvetkalarini ko'rsatishni boshlayman. Telari shunaqa qo'shateli, tepalari kaketichli kantlar bilan mana bezatilgan. Bu orqa tarafi opajonlar, mana bu oldi tarafi. Rasvetkani bitta tomosha qilinglar. Kirpichniy, siyoh rang hozirgi eng trendiy rasvetkalarda. Mana bu bejeviyni qaranglar, bejeviy ro'mollar, qora ro'mollar bilan qanaqa turadi opalar. Arbuzniy rasvetka seriya bilan hozir trenddagi rasvetkalar. Opajonlar, kevraslar, bu ko'ylagimizning rasvetkasi juda ko'p. Bundan tashqari sigiri sevuvchilar opajonlar uchun ham mana shunaqa rasvetkalar bilan bezatilgan. Ushbu ko'ylagimizning narxi ham 200 ming, razmer 46-56.